Hey, nima qilishyapsan? Chiq bu yerga. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Yaxshi rahmat. Tinchlikmi uka? Kayfiyating yo'qdek. Katta akamiznikiga o'tishimiz kerak. Yana shu mavzumi? Men senga aytgandim, akamizni uyiga qadamimizni qo'ymayman. Menga qilganlarini bilasan-ku. Aka bo'ldi endi qo'ysanglarchi. Bir-biringlarga adovat qilib, jinoyat qilib nima qilasizlar? Hech bo'lmasa katta akamizni so'nggi manzilga birgalikda kuzataylik aka. Nima deyapsan? Nima degan gaping bu? Aka, akamiz olamdan o'tibdi. Azishibsan sen men bilan? Akani omonatini boqchi. Adasan hozir o'taman. Aka, hozir ishdaman. Bo'ldi, ishxonangga o'taman. Kutib tur, ketyapman. Hozir. Hozir. Gel. Aka, yaxshimisiz? Yaxshiman? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi. Hammangiz yaxshimi? Yaxshi. Tinchlik? Nima oldu? Mana meni olib keldim, oldim. Hey, nima qilishyapsan? Chiq bu yerga. Mahallada ham sharmanda qilsin. Kel bu yoqqa. Qo'l Nima yaptı o'zi? Kellarga. Telefon qilib, akam o'lib qoldi dedi. Hey! To'xtash. Nimaga unaqa deysan? Aka, siz kattamisiz. Sizlar bu jinoyatlarda, adovatlarni unutish uchun nima biringlar o'lishinglar shartmi? O'zi hamma ayb menda. Men sizlarni birlashtirish uchun zanjir bo'lishim kerak edi. Shu kibr orqali, gina orqali, adovat orqali men sizlardan shu zanjirni uzdim. Meni kechira olsanglar, kechiringlar ukalar.